Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Attestatsiyadan yangi loyiha mini test loyihasini boshlayapmiz. Bu loyihada 10 tadan test beriladi va ularning to'liq yechimi qilib beriladi. Bu loyihadan boshlashdan maqsad imtihon darajasidagi imtihonga tushgan yoki shunga o'xshash savollarni tartib bilan o'rganish. Bilamizki, har bir testning o'zini o'rni bor. 35 talik testning ham o'zini o'rni bor. Keyin ba'zi ustozlarda orada vaqt bilan bog'liq muammolar bo'lganda qisqa testga qiziqadiganlar ham uchraydi. Shu eng muhim joylarni mana shunaqa qisqa testlar orqali o'rgatmoqchimiz. O'zingizga qiynagan savol bo'lsa, bu testlarni yechib ko'ring va o'shalarni to'liq video yechimini o'rganing. Elektron tarozi har o'lchashda ustiga qo'yilgan og'irlikni 0,2 ehtimol bilan haqiqiy og'irligidan 1 kilogramm ortiq, 0,3 ehtimol bilan haqiqiy og'irligidan 1 kilogramm kam va 0,5 ehtimol bilan esa to'g'ri ko'rsatmoqda. Haqiqiy og'irliklari mos ravishda 80 va 81 kilogramm bo'lgan Nodir va Bobur bu tarozda bir martadan tortiladi. Bunga ko'ra o'lchash natijasida Nodir va Boburning og'irliklari teng chiqishi ehtimoli nechaga teng? Qaysi holatlarda teng chiqishi mumkin? Demak, Nodir 80 ekan, Bobur 81. Ikkalasi ham 80 chiqishini ko'raylik. 80 chiqish uchun Nodirni to'g'ri ko'rsatish kerak. To'g'ri chiqish ehtimolligi 0,5 ko'paytiruv. Xuddi shu vaziyatda Bobirning og'irligi 81 dan 1 kam chiqish kerak. Bu degani 1 kam chiqish ehtimoli 0,3 ehtimol bilan 1 kam chiqish kerak. Keyingisi, endi buni bir kattalashtirsak 81 teng 81 chiqish mumkin. 81 teng 81 vaziyatida Nodirda demak 1 kilogramm ortiq ko'rsatish kerak. 1 kilogramm ortiq ko'rsatish ehtimoli 0,2. Bu vaziyatda Bobirni to'g'ri ko'rsatish kerak. To'g'ri ko'rsatish ehtimoli 0,5. Endi buni bir kamaytirsa 79. 79 teng 79 bo'lmaydi. Uning uchun buni ham 2 kamaytirishimiz kerak. Xuddi shunday buni 1 orttirsak 82, bu 82 bo'lmaydi. Chunki 2 ortmaydi. Bizda tarozi o'zi ko'rsatadi, 1 orttiradi, 1 kamaytiradi. Shu holatlar bo'ldi. Hisoblasak 0,25 D javob. To'g'ri to'rtburchak ichiga ikkita bir-biriga urinuvchi doiralar quyidagicha ichki chizilgan. Agar AB 8 bo'lsa, BC 9 bo'lsa, kichik doira yuzini toping. Markazni olyapmiz. Radius bo'ladi. 8,5 ko'rinib turibdi, 4. Endi perpendikulyar urinmalik uchun buni ham xuddi shunday markazni olyapmiz. Radius. Markazdan tutashtiramiz. Radius 4. Bu tomon ham radius. Endi davom ettirib yubordim. Natijada mana bu yer hosil bo'ladi. 4 radius bo'lsa, makka 4 minus radius qoladi. Bu yerni x deylik. Birinchi mana shu x ni topib olaylik. Radius plus 4 ning kvadrati teng 4 minus radius ning kvadrati qo'shuv x kvadrat. Mana shu uchburchakda Pifagor teoremasini qo'lladik. X'imiz 4 ildizosi yerga teng. Endi bu yer ham bizda nimaga teng? 4 ga teng. Natijada 4 x radius yig'iniz 9 bo'ladi. Yozyapmiz bu tomondan 4 qo'shuv x qo'shuv radiusimiz 9 ga teng. O'rniga qo'yadigan bo'lsak 4 ildizda r qo'shuv r teng 5 bo'lyapti. Chap
tomonga olib o'tsak, bu yerdan bizda hosil bo'ladi. Kvadrat tenglamadan -5 bilan 1. Bunisi xato. Ildizda manfiy son chiqmaydi. Bu yerda 1 chiqadi. Bizda nimani so'rayapti? Kichik doira yuzini so'rayapti. S teng PR kvadrat deydigan bo'lsak, yuzasi pi ga teng bo'ldi. Javob. 3-savolga yechim. Tenglama ildiz yig'indisini topishimiz kerak. Ildiz ichkarisida -64 bo'lganligi tufayli bu yerda ham 64 ayiramiz. Endi bizda chap tomondan 64 ayirdikmi, o'rinli bo'lish uchun o'ng tomondan ham 64 ayirishga majburmiz. Bu yer bilan bu yer bir xil. Faqat bittasida ildiz bor, bittasida ildiz yo'q. Ildizli ifodani t deb yozsak, ildizsizi nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. 64 dan -4 bo'ldi o'ng tomonda, chap tomonga bo'lsam +4 bo'ladi. 1 bilan 4 chiqadi v yerdan. Bizda ildizli ifodamiz, mana shuni t deb belgilab olamiz. Mana shuni bir marta 1 ga tenglaymiz ildizli ifodani, bir marta nechaga tenglaymiz? 64 ga tenglaymiz, 4 ga tenglaymiz. Xo'p, kvadrat ko'tarib chap tomonga bo'lsak, x kvadrat + 8x - 65 bo'lyapti. X kvadrat + 8x hozir 16 bo'lsa 80 bo'lyapti. Bizdan yig'indisini so'rayapti. Bu yerda birinchi kvadrat tenglamada ham, ikkinchi kvadrat tenglamada ham diskriminant musbat. Diskriminant musbatligi uchun ikkalasida ham viyetni qo'llash mumkin. Birinchisida x1 + x2 -8 ga teng, ikkinchisida x3 qo'shib x4 ham -8 ga teng. Jami 4 ta ildiz bor. Ildizlarning yig'indisi -16 ga teng. Y teng fx funksiyaning A nuqtasi x o'qiga, B nuqtasi esa y teng x funksiyaga urinadi. Agar quyidagi o'rinli bo'lsa, berilganlarga ko'ra j' 3 ni toping. Mana bu yerdan birinchi o'rinda hosil olamiz. Hosil oladigan bo'lsak, j' x teng bo'lyapti. F dan hosili x - 2. Bu yerda f dan hosili -x qo'shuv 1. Mana bu yerda ichkaridan ham hosil olamiz. -x dan hosil olganimizda -1 bo'ladi. Endi x larning o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, j hosili 3 teng bo'ladi. X larning o'rniga 3 qo'yapman. Endi grafikka qaranglar. -2 nuqtada x o'qiga urinar ekan. Grafikdan ko'rinib turibdi, bu minimum nuqta. Minimum nuqtada hosila 0 ga teng bo'ladi. f' -2 miz 0 ga teng. Endi ikkinchi tomondan qarasak, bizda urinma tenglamasini eslatamiz. f' x 0imiz k ga teng. K bu yerda to'g'ri chiziqdagi urinmaning burchak koeffitsiyenti. f' 1 nimaga teng? Mana bu to'g'ri chiziqqa uringani uchun x oldidagi koeffitsiyent 1 uchun 1 ga teng bo'ladi. f' 1 emas, 1 ga teng. Endi mana bu yerga o'rniga qo'yamiz. j' 3 teng bo'lyapti bizda 1 - 0. Javob 1 ga teng. Keyingi savolga yechim ko'ramiz. Integralga doir savol. Fx + 1 bor. Bu yerda x - 1 turibdi. Xuddi shunga moslash uchun mana bu yerda x larning o'rniga x - 2 qo'yamiz. Nima bo'ladi? F x - 2 qo'shuv 1 teng. Barcha x larning o'rniga x - 2 qo'yamiz. Natijada hosil bo'ladi f x - 1 teng bo'lyapti. X katta yoshdan 2 dan x - 4 x kichkina 2 dan. Ana endi integralni hisoblashimiz kerak 1 dan 5 gacha. Integral 1 dan 5 gacha f x - 1 dx ekan. Buni hisoblashimiz uchun bizda 2 dan kichkina bo'lsa bu bo'lsin deyapti. 2 dan kichkina bo'lsa. Mana tushuntirishni joylab oladigan bo'lsak, mana 1 dan 2 dan 2 dan kattasida x deyapti, 2 dan kichkina bo'lganda x - 4.
Bizda 1 dan 5 gacha ishlashimiz kerak integralimiz. Bu degani 1 dan 2 gacha boshqacha integrallaymiz. 1 dan 2 gacha x minus 4 ni integrallaymiz. Va 2 dan 5 gacha x ni integrallaymiz. Hisoblasak 2 ni qo'yamiz. 1 ni qo'yamiz. 5 ni qo'yamiz. 2 ni qo'yamiz. 8 chiqadi. C javob. Keyingi savolga geçim. SABC muntazam uchburchakli piramidada AB va AC qirralarining o'rtalari hamda C uchi orqali kesim o'tkazilgan. Piramida chizib olamiz. AB bilan BC'ni o'rtasi, mana bu o'rtasi bo'lsin, mana bu o'rtasi bo'lsin va S uchi orqali. Piramida yonqirasi tetiga asos 8 teng bo'lsa, bu kesim yuzini toping deyapti. Misol uchun, mana shunday bo'lsin kesim. O'rtalar orqali o'tkazildi. E'tibor beradigan bo'lsak, asos tomon 8 bo'lsa, o'rtalari bo'lgani uchun 4 bo'ladi, o'rta chiziq bo'ladi. Endi bitta yon yog'iga qarasak, bitta yon yog'ida 7, 7, 8. Mana bu kesmamiz bu o'rtasiga tushyapti-ku, bu ham o'rtasi. Bu mediana bo'ladi va teng yonlida mediana, balandlik, bisektrisa hammasi teng. Pifagorni qo'llab olamiz. Ildiz osti 33 bo'ladi. Demak, bu yerimiz ham ildiz osti 33, bu yer ham ildiz osti 33. Shuni yuzini so'rayapti. Xuddi shu kesimni chizib oladigan bo'lsak, ildiz osti 33, ildiz osti 33, 4. Bu ham teng yonli ekan. Teng yonli yana bitta balandlik tushiramiz. Pifagor teoremasini qo'llasak, 33 dan 4 ayirsak 29, ildiz osti 29. S mana shu kesim yuzasi, asosimiz 4, balandligimiz ildiz osti 29,5. 2 ildiz osti 29 bo'ldi. A javob. Kubning muntazam oltiburchak shaklidagi kesimining yuzi quvga teng. Kub to'la sirtini toping. Mana shu chizmadagi kubni, mana ko'k rangdagi muntazam oltiburchakli kesim. Mana shunday kessak, muntazam oltiburchak kesiladi. Bu yerda o'rtasi bo'ladi. Muntazam oltiburchak bo'lish uchun o'rtasidan kesishimiz kerak. Pifagorni qo'llaydigan bo'lsak, ildiz osti 2a taqsim 2 bo'ladi. S oltiburchak yuzasi 3, ildiz osti 3 taqsim 2 a kvadrat bo'ladi. A emas, aniqrog'i oltiburchak tomonining kvadrati. Oltiburchakning yuzasi 3 ildiz osti 3 taqsim ko'paygan oltiburchakning kvadrati. Tomonining kvadrati. Xo'sh, hisoblasak 3 ildiz osti 3 taqsim 2, 2 ta a kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Biz bunday qilaylik, 6 ta a kvadrat ildiz osti 3 taqsim 8. Mana 6 ta a kvadrat bizda S to'lani beradi. Q teng ildiz osti 3 taqsim 8 S kubning to'la sirti bu 6 ta a kvadrat. Demak, S to'la sirti teng 8 taqsim ildiz osti 3 Q. Mahrajli rasionaldan qutqaradigan bo'lsak, bizda B javob bo'ladi. X va Y shaharlar orasida masofa 400 metr. X shahardan A, B, C velosiped bir vaqtda o'zgarmas tezlik bilan yo'lga chiqdi. A velosipedchi Y shaharga yetib borgan paytda, mana orasi 400 metr. A velosipedchi Y shaharga yetib borgan paytda B velosipedchi bilan Y shahar orasi 80 metr ekan. Mana men 80 metr qoldi. Demak, 320 yo'l yurdi. C velosipedchi bilan Y shahar orasi 100 metr. Demak, bu orqaroqda, men aytdi deylik. Orasi 100 metr bo'lsa, bu 300 metr yurgan bo'ladi.
Bundan ko'rinib turibdiki, aytyaptiki, B velosipedchi Y shaharga yetib kelgandan 4 sekund o'tgach, S velosipedchi ham Y shaharga yetib keldi. B velosipedchi 80 metr masofani qancha vaqtda o'tgan? Quyidagi usulda oson yechib qo'yamiz, qarang. Bir xil t vaqtda bu 320 yurgan, bu 300 yurgan. Yozyapmiz. 320 teng S B velosipedchi t bir vaqtda, bu 300 yurgan, S velosipedchi t bir vaqtda, bir xil vaqtda bo'lib olsak, 16/15 bu tezliklar nisbati. Endi 80 metr masofani B velosipedchi t vaqtda o'tdi. 100 metr masofani S velosipedchi t qo'shuv 4 o'tdi. Nimaga t qo'shuv 4? Chunki B velosipedchi yetib kelgandan keyin 4 sekunddan keyin yetib keldi. Bo'lib olsak, tezliklar nisbati nimaga teng bizda? 16/15 ga teng. Qisqardi. T teng 12. Demak, B velosipedchi 80 metr masofani 12 sekund o'tgan. 9-savol. ABCD parallelogramda B o'tmas burchak uchidan chizyapmiz. Parallelogram chizamiz. ABCDda B o'tmas burchak uchidan balandlik tushirilyapti. Va u D uchidan boshlab hisoblaganda 7/3 nisbati bo'lyapti. Demak, AD'miz 10x, AD'ni ABga nisbati 2. AD'miz ABdan 2 marta katta. Demak, AB'miz 5x bo'ladi. AD'miz 10x, AB'miz 5x bo'ladi. Pifagordan mana 4x bo'ladi hashimiz. Savol. Mana burchakni alfa deylik. AC va BD diagonallar nisbatini toping deyapti. Xo'sh, mana shundan kosinus alfa kerak bo'ladi. Safoli. Mana burchak bitta. Kosinus alfa 3x taqsim 5x bu 3/5. Kosinus betamiz bu bizda kosinus 180 minus alfaga teng. Minus kosinus alfa bu minus 3/5. Nimaga bunaqa deyapman? Endi men chizmani boshqadan chizadigan bo'lsak, bu tomon 5x, bu yer 10x. Qaranglar, osonroq bo'lish uchun bunday qilaylik. Bu tomonda a deb turib, bu tomonda 2a desam rozisilar albatta. Metni alfa qilamiz, d1 topamiz mana. Mana bu yerdan beta qilamiz, bu yerdan topamiz. Kosinuslar teoremasi. AC kvadrat taqsim BD kvadrat. AC kvadrati bunday bo'ladi. A kvadrat tura kvadrat minus 2 kosinuslar. Kosinus beta bo'ladi. Kosinus beta bo'ladi. Minus 3/5 qo'yamiz. ACni topishda kosinus betani ishlatamiz. Endi BDda bo'lsa, yana kosinuslar teoremasi. Faqat kosinus alfa ishlatamiz 3/5. Hisoblaymiz. Bizda AC taqsim BD ni so'rayapti. Ildiz chiqarib qo'ysak bo'ldi. D javob. Bir guruhdagi talabalar 16 kun ichida 4 ta imtihon topshirishlari shart. Agar kuniga faqat bitta imtihonga ruxsat berilsa, imtihon jadvalini necha usulda tuzish mumkin? 16 ta kunda 4 ta imtihon joylash kerak. Bu A n ta elementdan k tadan tanlashlar formulasiga tushadi. Mana shu formulani qo'llaymiz. 16/4. 16 kundan 4 kunga imtihon qilamiz. 16 faktorial taqsim 12 faktorial bo'ladi. Qisqarsa 13, 14, 15, 16 bo'ladi. 43680 bo'ldi javob. Shu bilan berilgan
birinchi mini testimizga, attestatsiya uchun mo'ljallangan testimizga to'liq yechimni ko'rib chiqdik. Shunga o'sha savollarni o'rganishimiz uchun bizning sahifalarimizga obuna bo'ling va muhimi dars qilishda davom eting. Bilim bir kunda olinmaydi, sekin-sekin harakat orqali o'rganiladi.